Telegramdagi Kayvoy Studio taqdim etadi. Have you ever found someone who seems right through your smile, your eyes? You're sick from the miles, tires are low, but in his heart there's a place to go. He will be the light in the darkness in your highs and lows. And said, still we don't know love, but I feel strong when I'm with you. Just say, still we don't know how, but I feel love when I'm with you. Kayvoy Studio jamoasi taqdim etadi. Oq zaytun daraxti. Birinchi qism. Barcha narsa o'ylab topilgan va har qanday o'xshashlik shunchaki tasodif. Mening hisobim bo'yicha Oqlan shaharga kelganimga 3 oy bo'libdi. Shu 3 oy vaqt davomida bu mo'jizakor shaharning noyob fe'l-atvorini his qildim. Qadimiylik, sirlilik, soflik va go'zallik. Bunday shahar meni hayratda qoldiradi. Men uning bir bo'lagi bo'lishni xohlayman. Ammo buni kech angladim. Bugun mening Oqlandagi so'nggi kunim. Biroq mening qiziquvchanligim va bu joy tashvishlari qaytish sanasi kelgunigacha davom etdi. Buyurtmangiz. Men bu hayotimni ikki so'z bilan ifodalashim mumkin. Men jurnalistman. Bilaman. Loqa, sen rotishni yaxshiroqsan. Rena, bu sizmisiz? Qani kira qoling. Xonim, men sizga qiziq emasmanmi? Nimalar deyapsiz? Siz bilan xitoy tilida so'zlashish kunimning eng yaxshi qismidir. Ammo siz bugun oldingidan ertaroq keldingiz. Rahmat. Kerak emas. Bu mendan senga. Bugun biron yaxshi narsa yuz berdimi? Mening o'g'lim bugun rasmlarni yubordi, qara. U mukofot olgan. Xo'sh, Todville universiteti jurnalistika maktabi. Bu dunyodagi eng yaxshi jurnalistika maktablaridan biri-ku. O'g'lingizga havasim keldi. Endi siz tezroq davolanishingiz kerak. Unga rasm yubor. Ammo men Suratga olib qo'yaymi? Qani? 3, 2. Bu nima bo'ldi? portlash bo'lganga o'xshaydi. Sen Bu yerdan keting, Rena. Men yaxshiman. so'ngra bugun ketasanmi? Ha, Ehtiyot bo'lib yetib ol. rahmat Rena. Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Salom xonim. O'g'il shahrida portlash sodir bo'ldi. Bizga murojaatlar kelib tushyapti. Stansiyamiz senga ulanishadi. Efirga tayyorlan. Xo'p.
Shen xonim, Uning stansiya tomonidan tasdiqlandi, lekin fotograf Fey Uglay shahri tashqarisida tuzoqqa tushdi. Shuning uchun sen onlayn jonli efirni o'z vaqtida tugatishing kerak. nima? Nima? Muammo bormi? Yo'q. Bajaraman. Shen xonim, signal ulandi. Bu nimasi? Boshla. Portladi. Men yaxshiman. Men tayyorman. Hamma ishga qaytsin. Salom hammaga. Men hozir bir necha portlashlar sodir bo'lgan Uglay shahridaman. Ko'rib turganingizdek, yo'l boshida yonayotgan mashinalar va vayron qilingan uylar. Boshlang'ich maktab ko'chaning eng chekkasida joylashgan. Yaxshiyamki, maktab bayram 2 kun avval bo'lib o'tgan. Ammo hozir men hech qanday harbiy ofitserni ko'rganim yo'q. Shifokorlarni ham, ko'chalarda vahimaga tushgan odamlar. Shen xonim, Buni eshityapsizmi? Sirena ovozlarini eshityapsizmi? Shubhasiz, hukumat bunga qanday munosabat bildiradi? Bu yer odatiy qadimiy shahar. Umid qilamanki, vaziyat tezda nazorat ostiga olinadi. Umid qilamanki, Uglay shahrida ham notinchlik tugaydi. Umid qilamanki, qadimiy shahar yana o'z holiga qayta oladi. Sangran. Siz bilan Uglay shahri, sharqiy mamlakatdan bo'ldim. Ajoyib efir bo'ldi. Hammasi yaxshi menimcha. Ayniqsa qo'shig'i a'lo darajada. Barchaga balli. Janob, bu muxbirning vazifasi. Maqtov emas. Shunday bo'lsin. Shen xonim, bunchalik bo'lmang. Maqtovga loyiq emasmi? Bu yerda bo'lishning o'zi qo'rqinchli. Agarda u yerda sen bo'lsang-chi, buni qila olmasmiding? Agar buni qila olmasang, og'zingni yumib jim o'tir. Shen xonim xafa bo'ldi shekilli. Albatta, qachon ko'rgansizlar Shen xonim ikkita gapirganini? U doim gapiradi sifat haqida. Nima bilmaysizlarmi? Siz shunchaki maqtanasiz xolos. Jim o'tirganingiz yaxshiroq xonim. Qimirlamasdan qaratsiz cho'king. Qimirlamang. Bu yerda nima qilyapsiz? Siz ham aybdorsiz. Bu yerda shubhali narsalar bormi yoki yo'q, hammasini tekshirib chiqing.
To'xtang! Hey! Stop! To'xta! Qimirlama. Zen! Hammasi yaxshi. Joyingdan qimirlama. Yordam bering. Yordam. Iltimos, yordam bering. Xitoylikmisiz? Ha? Muxbir? Shunday. Men hozir menani bosib oldimmi? Ha. Muxbirlar har joydan omon chiqardi. Bugun omadingiz kelmayapti menimcha. Chap tomoningiz bilan turdingizmi? Siz men bilan hazillashyapsizmi? Men hazillashmayapman. Xavotir olmang. Sizni qutqarishga harakat qilaman. Rostdanmi? Men yoningizdaman. Yolg'on gapirmayapman. O'ng oyog'ingizni muvozanatda saqlang. Qimirlatmang. Yana harakat qilsangiz, ikkalamiz ham shu yerda o'lamiz. Bu 8 daqiqa qoldi deganimi? Jangovar filmlarni ko'rmaysizmi? Keyin bu nima? Buni sizga tushuntirish uchun 3 daqiqa ketadi. Shu kerakmi? Yo'q, kerak emas. Undan ko'ra menga qarang. Xo'p. Stepping on my heart alone. Kapitan, qo'lga olingan isyonkor o'z jinoyatini tan oldi. Bu yerda o'ldirilgan 5 ta odam bor. Ularni bizning yuk mashinalarimiz olib ketdi. Va qasam ichamanki, bu 4-2 darajali minalar. Har birida taxminan 400 grammdan portlovchi moddalar bor. Oyzen! Just stay where you are. Siz yolg'on gapirdingiz. Shundaymi? Men aldanganiga ishonmayman. Ishonolmayman. Siz yaxshi odamsiz. Men sizni o'zim bilan olib ketmoqchi emasman. Qo'rqmang. Sizni tashlab ketmayman.
Qanchalik tez yugura olasiz? 5 soniyada. Qanchalik yugura olasiz? Bizda faqat 5 soniya bo'ladi. Shu vaqtda oyog'ingizni minadan olsangiz portlamaydi. Xo'sh, 5 soniyada qancha masofaga yugura olasiz? Bilmadim. 10 metr. Yo'q, 20 metr. Bilmayman. Ilgari qilib ko'rmaganman. Demak, hozir sinab ko'ramiz. Xo'p. Tayyormisiz? Uch, 2, 1. Yuguring. Zen! Biroz boshingiz aylanadi, lekin hammasi joyida. Hech kim sizni shoshiltirmaydi. Asta-sekin turing. Sekin asta turing. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Senchi yaxshimisan? Meni tekshirmoqchimisiz? Aqling joyidami? Tompomin ketib qoldimi? Nega bunday shoshilding? Tajribasi borlar qilish kerak buni. Men buyruq bermagunimcha hech nima qilmasliging kerak, tushundingmi? Tushunarli. Hey! U yerga yaqinlashma. Morgan! U yerdan uzoqroq tur. Xitoylik muxbir sizmisiz? Siz ham xitoylikmisiz? Sharq tarafdan, lekin xitoylikman. Unda uchi. Bu bizning befarosat Zan ismi. Zan? Oh, bilasizmi? Men xitoylik muxbirman. Men ham bir marta Xitoyga borgandim. Menga juda yoqqandi. Meni qutqarganingiz uchun rahmat. Sizni suratga olsam bo'ladimi? Bo'lmasamchi? Uch, 2, 1. Qani ko'raychi? Haligi bu shundaymi? Gammaga borasizmi? Ha. Bugun samolyot bilan uyga Reisingiz qaytaman. nechida? Tushdan keyin uchadi. Tushdan keyin 3da. Endi bundan buyon transportlar ishlamaydi-ku. Unaqada ulgurmaysiz. Nima qilishim kerak? To'g'risi, siz nega buncha vaqt kutib o'tirdingiz? Endi tirbandlik ko'p bo'ladi. Ammo Janglin. Uni masxara qilishni to'xtat. Pasportingiz oldingizdami? ha? G'arbiy shahar atrofida sanoat evakuatsiyasi bor. Hozirda xitoyliklar o'sha yerga evakuatsiya qilingan. Keyinroq u yerga borasiz. Xo'p. Xavfsiz yetib oling. Hoy.
Siz bu mashinaga o'tirmaysizmi? Biz mana bunda ketamiz. Nihoyat, yana tanish ovozlar eshitilmoqda. Bu qanday yaxshi. Qaysi sanada edi? Iyun oxirlarida u sertifikat olgan paytlar edi. Kompaniya sening xolangizniki. Juda yaxshi. Ha, ular juda ham takabbur. Opangni mensishmagan, ammo ular nozik emas. Ehtimol bu har xil onalar bor shunday emasmi? Hoy, tiranchi. Salom xola. Qarang, ular meni urishyapti. Hoy sen. Menga qara. Oilangni sharmanda qilishni bas qil. Baribir sen begonasan. Opam begona emas. To'g'rimi, opajon? Qani o'tiringlar. Men sizlarga ovqat tayyorlayman. Ota-onam ajrashgandan so'ng otam ushbu ayolga uylandi. Garchi u menga o'gay ona bo'lsa ham, u menga juda yoqadi. Meni urishmaydi, kaltaklamaydi, ammo har doim oramizda ko'rinmas masofa bor. Agar ko'chib ketsam qayerda yashayman? Ranning onasi uyni tark etsami? Oyijon. Kechiring. Katta sizga xafa bo'lmang, iltimos. Qaytganing bilan. Dada, Bu ishing xavfli emasmi? Shunga yarasha pul ham berishadimi? bu shunchaki jarohat, kompensatsiya nimaga kerak? Axir sen ham odamsan-ku. Axir shunday siqilib yuraversang, o'zingni batamom yo'q qilasan-ku. Dada, Ha, mayli, o'zing bilasan, bu haqida gaplashmaymiz. Lekin sharqiy mamlakatdagi jonli efirni tomosha qilgandim. Yomon emas, zo'r chiqibdi. Seni o'zimga tortgansan-da. Xuddi shunday davom et. Onang senga biror nima demadimi? sharqiy mamlakatga boshqa bormaslik haqida gapirdi. Yanachi. Boshqa narsa yo'q. U hech ham tan olishni xohlamaydi. Men o'zim seni yaxshi tarbiyalaganman-ku. Sen juda yaxshi ish qilding. U juda ajoyib. Seni onang esa hech kimni maqtashni eshitamaydi. Azizim. Qizingiz qovurg'alarni yeyishni xohlaydi. Hozir. Mayli, men qaraychi, keyin yana gaplashamiz. Men sizga aytgandim uni maqtamang. Ko'p maqtasangiz erkalab ketadi. Men unga bor gapni aytdim xolos. Boshqa hech narsa demadim.
Dada, men stansiyaga shoshyapman. Ketishim kerak. Ha? To'satdan ovqat tayyor, yeb olib keyin borasan. Keyingi safar. Xola, men ketyapman. Ehtiyot bo'l. Ko'rdingmi? Hammasi senida bo'ldi. Mening hayotim o'z holatiga qaytdi. Ammo men sharqiy mamlakatga ketishni istardim. Men boraman. Menda sharqiy mamlakatdagi odamlar hayotiga oid 837 soatlik video ma'lumotlari, shu jumladan 269 soat intervyu, 4000 dan ortiq fotosuratlar va 70 ming so'zli materiallar bor. Men u yerda nimadir qilishga harakat qildim. Chunki sharqiy mamlakatda men unutolmaydigan juda ko'p odamlar va narsalar bor edi. Ayniqsa bu portlash va u Zan? Bu bizning befarosat, ismi Zan. Zan? Bu Zan. U? 20 kun oldin. Sharqiy shaharning evakuatsiya nuqtasi. Pasportingizdan u yerga olib borib, avtobusga o'tirasiz va aeroportga o'zini olib boradi. Rahmat, Omad tilayman. senga ham.兄弟，你在抢吗？可能会担心自己谁有什么问题，就不能对自己国家有一些这样的？也许都是缘分的游戏，不期而遇，从 Shunchaki bundan keyingisiga chiqasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. 静静的待续。他看不见有一条红线，绕过山河系在他的指尖，感应着彼此来去和聚散，在太平洋彼岸，一天变得如此漫长。Happy ending 能否绽放？留在之前的秘密，定格在记忆里的故事。Qizaloqingiz sizniki.
qizilibni qaytarish uchun yana imkon bo'ladimi? Kechirasiz, sizda Zan ismli ko'ngilli bormi? Ammo u haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim. Rahmat. Salom, Pen. Sen mening oxirgi umidimsan. Bilasanmi? Menga bir odam juda ham muhim. Ketyapman. Salom, ahvolingiz yaxshimi? Salom. Men mana shu qavatning menejeriman. Tepangizda suv oqadi. Sizni chaqirmoqchi bo'ldik, lekin yo'q ekansiz. Shuning uchun tekshiray degandim. Oh. Lekin uyimda hech qanday o'qish yo'q. Shunday qilib, siz meni qidiryapsizmi? Ha, xuddi shunday. Rahmat. 哎呦， Qo'ng'iroqqa javob beraman. Mayli. Kechirasiz. Salom, Pen. Sangran hammadan so'radim. Xo'sh, Ammo bunday odam yo'q. topa olmading? Boshqa ko'ngillilar haqida-chi? Ko'ngillilarni kimdir yo'q qilyaptimi? Yo'q. Menimcha xato qilgansiz. Nima? Aytmoqchimanki, sen qidirayotgan odam Xitoyda emasdir. U Xitoy tilida gapira oladi, lekin xitoylik bo'lmasligi mumkin. Yana men urinib ko'raman. Shenbei. Ha, o'sha. U xalqaro qutqaruv bo'limida kimnidir biladi. Undan so'rab ko'raman. Xayr. Xonim, Janob, zararlarni ko'rib chiqdim. kerak emas. Men baribir tushunmayman. Siz aytganingizdek qilamiz. Ha, mayli. Xonim, meni kechirasiz, lekin biror kimni qidirish, biror nimani qidirgandek gap. Qiyin, lekin uddalasa bo'ladi. Lekin qidirmasangiz, undan umid qilmang. Albatta topasiz, xavotir olmang. Qo'rqmang. Bu Zanmi? Bu o'shami? U Xitoyda va u men bilan bir shaharda. Just say still we don't know how, but I feel love when I'm with you. Salom. Shen xonim, hozir qayerdasiz? Sizda muhim gapim bor. Men hali ham Meni stansiyadaman. kuting. Tezda yetib boraman. Meni kuting. Xo'pmi? Kutishingiz kerak. G'alati. Nima seni bunchalik tashvishga soldi? Gapirasanmi? Pen menga aytdiki, siz qandaydir xalqaro qutqaruv tashkilotini bilasiz. Men sharqiy mamlakatda ko'ngilli qidiryapman. Xitoydagi barcha ko'ngilli tashkilotlarni qidirdim, ammo men uni topa olmadim. Menga yordam bera olasizmi? Bu odam shunchalik muhimmi?
Biznesmi yoki shaxsiymi? Bu shaxsiy masalada. Men shaxsiy muammolarga aralashmayman. Sen o'ylagandek men haqimda emas. Bu men biladigan do'stim. Undan yordam so'rasang yordam beradi. Ozroq jahldor. Sen bilan uchrashishni xohlamasligi ham mumkin. Omadingni bersin. Rahmat. Luochan. Chuan. Va Zan. U bo'lishi mumkinmi? Bu tasodif bo'larmidi? Salom. Katta zal qayerda? Rahmat. Salom. Bu menman. Men katta zaldan tashqaridaman.好， Zan. Bu sizmi? Salom. Men Luoshanman. Yo'q. Bu u emas. Nima deyapsiz? Odob axloqni bilasizmi? Yo'q. Kechirasiz, ser. Qo'ng'iroq qilganingiz men edim. Men muhandisman. Janob Luo deb chaqirishingiz mumkin. Xo'p. Qani yuring. Mayli, janob Luo. Janob Luo, siz qachondir sharqiy mamlakatda ko'ngilli bo'lganmisiz? Ha, Hamma ko'ngillilarni taniysizmi? Sharqiy mamlakatda. albatta yo'q. Sharqiy mamlakatda ko'ngillilar ko'p. Ularni qanday bilaman? Siz biron ko'ngillining bizning mamlakat ayollaridan birini qutqargani haqida bilasizmi? Bunday voqealar ko'p bo'lgan, lekin rosti bilmayman. Shuni so'ramoqchi edingizmi? Yo'q. Men shunchaki qiziqgandim. Keling, boshlaymiz. Rostini aytsam, boshida buni eshitganimda hayron bo'lgandim. Chunki siz katta muhandissiz. Ba'zi maxsus ko'ngillilar delfinlarni ko'ngillari singari, ularning hayoti xavf ostida bo'ladi har doim. Lekin ularning ishtiroki esa faqatgina ularning qaroriga binoan bo'ladi. Mana bu sizdan so'ragan narsa. Sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Yomg'ir yog'yapti. Kayfiyatim yomonligi bekorga emas. Soyaboningiz bormi? Men sizga berib turaman. Kerak emas. Siz allaqachon suhbatimni qabul qilib, menga yordam berdingiz. Rahmat. Men juda ahmoqman. Tasodif bo'lishiga ishonibman. Bu dunyoda sodir bo'lishi mumkinmi o'zi? Men uni boshqa hech qachon ko'rmasligim mumkin.
Agar ko'rsam ham o'sha ko'zlarni taniy olamanmi? Muxbir Song. 它是一座白色的岛屿，彩色的风匆匆来去。 Sizlar bilan Kayvoy Studio jamoasi bo'ldi. Keyingi qismlarni bizning asosiy Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. 在倒影里，它是一艘蓝色的帆船，独自穿过无垠的夜晚，风中舞动的帆，静静的相伴，驶向它的海岸。天空变得如此蔚蓝，璀璨的夜晚也从未如此绚烂。一朵白色的岛屿盛开在汪洋里，想摘下来送给你。白色的岛屿，蓝色的帆船驶向它的海岸，天空变得如此的蔚蓝，夜晚也从未如此绚烂。一朵白色的岛屿盛开在汪洋里，想摘下来送给你。它要会记得我很